psixologlar gapiraveradi-da, bularga osonda, chalavator, motivatorchalar doim eringizdan pul oling deydi. Qayerdan olaman, bermasa deydigan ayollar bugungi dars oxirigacha ko'ringlar. Keyin aniq sizni eringiz pul beradigan, hatto so'ramasangiz ham beradigan bo'ladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Go'zallarim, muslimalarim, yaxshimisizlar? Har doimgidek sizni qiynayotgan psixologik muammolarga yechim berish uchun men Kamina, sizni ustozingiz. Albatta dars ko'rishdan oldin menga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang va ko'proq men bilan savol javoblar qilib, savollaringizga javob olmoqchi bo'lsangiz, pastda izohlarda qoldirilgan Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lishni ham unutmang. Xo'p, qanday toifadagi ayollarga erkaklar pul bermaydi va nima uchun? Birinchisi jimot ayollarga. O'z-o'zidan pul qizg'onadi. Misol uchun do'konga kirsang, o'ziga eng arzonni ravo ko'radi, qimmatini ravo ko'ra olmaydi. Hech qachon ravo ko'ra olmaydi. Lekin ular noto'g'ri o'ylashadi. Men o'zimga arzonni ravo ko'rsam ham, erim menga qimmatni ravo ko'ra oladi. Kechirasiz, bunaqa paradoks bo'lmaydi. Energiya dunyosida bir tiyinlik yolg'on yo'q. Kim o'zi bilan qanday munosabatda bo'lsa, u bilan xuddi shunday munosabatda bo'ladi. O'zingizdan pulni ayayapsizmi? Tabriklayman. Xuddi shunaqa sizdan pulini, vaqtini ayaydigan erni siz shakllantiryapsiz. Siz aytishingiz mumkin. Nima endi? Pulini olib yuraymi? Bechoragina erim yerdan pul sipiryaptimi deyishingiz mumkin. Chunki bu gaplar izohlarda ko'p yozasiz. Kechirasiz. Erkak zaif tipaj emas. Erkakka siyli rahim bo'lib duo qilishimiz kerak. Yoki erkakka achinib papalash kerak emas. U sizni o'g'lingiz emas. O'zbekcha o'g'il bolani balog'atdan keyin papalash kerak emas. Men davom etaman, 5 yoshdan keyin, 6 yoshdan keyin, 7 yoshdan keyin mujikka tarbiyalashni boshlash kerak. Yo'qsa ertaga mas'uliyatsiz, aliment to'lamaydigan, oilani mas'uliyatdan qochadigan, bir bomo bo'lsa sen aybdor deydigan bitta ming afsus qo'shtirnoq ochidagi erkakcha bo'lib yetiladi. Erkaklarga achinilmaydi. Erkak qancha ko'p qiynalsa, shuncha kuchli bo'ladi. Ayollar xuddi bola tug'ib mazza qilgani kabi, erkaklar ham oilani boqib mazza qiladi. U erkak fitrati shu. Xudoyim unga shuni joylab qo'ygan, bizni joylamagan bizni. Xudoyim bizni yaratar ekan erkakni boquvchi, ayolni boqiluvchi qildi. Lekin shu o'rinda biz o'zimiz yana bir bor o'sha oiladagi ona xotinlik pozitsiyamiz aktivlashib, "Voy yo'q, bechora erim qiynalib ketdi, unga yordam berish kerak" deb ishga chiqib olamiz. Yana ayollarda eng katta o'zi erini pul bermasligi, o'zi talqach qilib, o'zi pul ola olmaydigan eng katta xatosi hannada ro'zg'orga hannada deb ishlashlik. Agar siz ro'zg'orga hanna deb ishladingizmi, siz topgan pulingizdan ro'zg'or o'tishi boshladimi, bitta lipyoshka bo'lsa ham kiryapsizmi, eringizni barakasi yopilishiga, sizga sekin-sekin pul bermasligiga tappa tayyor bo'lavering. Birdan bo'lmaydi, sekin-sekin bo'ladi. Er xotin qo'sh ho'kiz degan gap pul topish ma'nosida aytilmagan, umuman bekor gap. Er xotin qo'sh ho'kiz degan gap ayol duosi bilan erkak o'zini o'sha erkak oilani ta'minlashi, himoya qilish sevgisi bilan qo'sh ho'kiz. Ya'ni ayollik vazifalari bilan erkak vazifalari bilan birlashish kerak degani xolos. Men bilaman, bu gapimga ham hozir yana izohlarda boshladi. Meni otam, onam bir paytlar birga ishlashgan, bekorlarni aytibsan. Biz mazza qilib yashayapmiz. Yo'q-da. Onangiz oyoqlari og'rimayaptimi? Onangiz davleniyalari yo'qmi? Onangiz sahrlari yo'qmi? Onangiz tez qarimayaptilarmi? Onangiz sog'liklari orqaga ketmayaptimi? Siz aytishingiz mumkin, qarilik. Yo'q, to'g'ri, qarilik, lekin qarilik hammada har xil protsessda ketadi. Aksar holatda oila yukini eriga teng turib oladigan insonlar, qahramon ayollar aksar holatda suyak bo'g'im sistemasida kasalliklar bilan qiynalishadi. Chunki bechora jasad aytayotgan bo'ladi, "Ey janavar, meni erkak qilma, men ayolimman, menga bu vazifa berilmagan, pожалуйста, tushun meni, eshit meni. Meni nimaga bunday qiynayapsan" deyotgan bo'ladi. Lekin biz eshitmaymiz. Chunki bizga aqlli ayol pozitsiyasi berilgan. Aqlli ayol bu kim? Er ishlamasa ishlaydi, ursa ham o'tiradi, o'ldirsa ham o'tiradi, yurib ketsa ham o'tiradi, hammasiga chidaydi. Bu mana shu aqlli ayol biz uchun. Yo'q. Aqlli ayol birinchi navbatda, ideal ayol birinchi navbatda yaratgan egasi unga, egamiz bizga nimani yozgan bo'lsa, o'shani birinchi o'ringa qo'yadi. Men boqiluvchiman. Erimdan pul olishim meni yomon xotinligimni ko'rsatmaydi. Erimdan pul olishim nabarot. Ularni har gal olganimda, Xudoyim o'zingga shukr, erim pul topib keldi, chin dildan duo qilishim meni ayolligimni ko'rsatadi. Erim esa erkakligini ko'rsatadi. Yo'q, bu norma deb qabul qilgan, haqiqatda ilm olgan ayol, u jamiyatda aqlli va dono, maladets xotin degan maqom uchun kurashmaydi. Balki birinchi navbatda menga yaratgan egam nima vazifa beruvdi?
men haqiqatda o'z vazifalarimdamanmi deb o'ziga savol beradi. Demak, birinchi eri pul bermaydigan ayollar toifasi o'zidan qizg'onadigan ayollar. Agar qizg'anishda davom etsangiz, davom etavering, tabriklayman, yaqin orada eringiz xiyonatini ham eshitib qolasiz. Chunki erkak undan pul so'ragan ayoli yonida qoladi. Shunaqa. O'sha uchun ham ko'chadagi undan so'raganda ayamaydi, sizga kelganda ayaydi. Siz aytishingiz mumkin, qanaqasiga endi, meni oilam bor, ro'zg'orim bor, bolam bor, hammada bor. Hammada bor. Alohida so'rash o'rganing. Agar siz har gal eringizdan kosmetologga, ko'ylagingizga yoki o'zingizni bir ayollik nima deydi, ehtiyojlaringizga pul so'rashda gap eshitayotgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz allaqachon eringizga meni ehtiyojlarim yo'q degan signalni siz bergansiz, hech kim bermagan. Ya'ni boshidan turmush qurgan paytingizdanoq sizni alohida makiyajingiz uchun, uxlatlaringiz uchun, kiyimlaringiz uchun ham ehtiyojlaringiz borligi va eringiz bu uchun ro'zg'ordan tashqari pul berish kerakligini adaptatsiyasini siz shakllantirmagansiz. Adasi pul tashlab keting, qancha? 2 million bo'ldi. Nima uchun u 2 million? Nima deysiz? Kartoshkaga, pomidorga, 1 million o'zimga. Erkak ongida sizni ham shu oilada o'rningiz bor emasligini siz ko'rsatgansiz, boshqa hech kim ko'rsatmagan. Chunki sizga aytilgan bitta so'rab ol, noto'g'ri. Alohida so'ragan paytingizda xuddi dunyodagi eng yomon odam kabi o'zingizni ayblab emas, haqli ekanligingizni his qilib. Demak, birinchi toifa bu o'zidan pulni qizg'onadigan ayollar. Agar har gal siz hamma joyda skidkani qidirib yuraversangiz, qayerdadir arzon narsani qidirib yuraversangiz, sizga ko'p pul berishini kutmang. Xo'p, kutmang, bermaydi. Siz qancha pul o'zingizga mazza qilib, o'zingizni ayblamasdan ehtiyojlaringiz uchun sarflay olsangiz, erkak o'shancha pulni sizga beradi. Bitta narsani to'g'ri tushuning, erkak energiyani pul ko'rinishida tushunadi. Qaysi ayolga qancha pul ketsa, uni ko'zini oldidagi uni qadri ham shuncha bo'ladi. Chunki u sizga ketgan pul uni uchun energiya hisoblanadi. O'sha pul topish uchun u ishlagan. Xo'p, aytishingiz mumkin, erim ertaga kech ishlaydi, charchayapti, o'zi 1 million oylik olsa, xo'p, siz olgan pulga yarasha so'rang. U 1 million oylik olsa, men ham sizga 10 million so'rang demayapman yoki $1 million so'rang demayapman. Olgan puliga yarashib. Bir kun izohda bitta inson izoh qoldirib, bilmayman, ayol kishimi, erkak kishimi, gapiraverasan-de, valdiraverasan-de. Mana bitta qo'shnim bor edi, sallaga o'xshaganlar, eringizdan pul oling degan uchun, mana eri kambag'al bo'lib qoldi. Juda kulgili vaziyat. Kechirasiz. U eridan pul olgani uchun emas, pul ilmini bilmagani uchun erini puli tugab qolgandir. Bu bir. Ikkinchidan, haqiqatda oilasi uchun harakat qiladigan erkakda doimo pul bo'ladi. Chunki erkak kishiga pul oilasi uchun harakat qilganda oqib keladi. Ayol kishiga pul o'zini ayolligida turganda oqib keladi. Farqi juda yer bilan osmoncha. Kechirasizlar, toki inson tirik bo'lar ekan, uni yozilgan rizqi unga kirib keladi. Bu bir, ya'ni tugamaydi. Ikki, toki inson maqsad qo'yar ekan, niyat qo'yar ekan, pul hech qachon tugamaydi. Ikki, niyati yo'q, maqsadi yo'q, pul ilmini boshqarishni bilmagan, pul psixologiyasini bilmagan, moliyaviy bir ilmi yo'q. Hayotda faqat kelishdan maqsad yeb, ichib, o'lib ketish deb o'ylaydigan inson, ha, to'g'ri, bir kun kelib puli tugashi mumkin. Chunki unda pul borasida ilm yo'q, moliyaviy savodxonlik yo'q. O'sha uchun ham topganingni ye degan qoida noto'g'ri. Pul ilmini o'rgan degan qoida to'g'ri. Xo'p, ikkinchi toifadagi insonlar, eri pul bermaydigan, ravo ko'rmaydigan insonlar. Siz eringizga yaxshigina onasiz. Zappazakonni onasiz. Onalarga meni bor erkatoyligim ko'taradi deydigan erlar keladi. Chunki, yo'q, mayli, qo'yavering, kerak emas, men hozircha bunisini qilaman. Yo'q, qarang. Oila uchun fidoyilik boshqa narsa. Lekin o'zingizni yerga urishlik boshqa narsa. O'zini qadrsizlantirgan ayolni erkak qadrlamaydi. Qidirmay ekan, yig'lab. Voy dod, uy qurilishda pul berdim, oyligimni berdim, sirg'amni sotdim, endi boy bo'lib o'ynash topdi demang. Siz ham hissingiz bor o'ynash topishida. Nimaga boshidan siz tushunmadingiz? Siz oilada boqiluvchisiz, u boquvchi. Nimaga boshidanoq, voy, men qancha mehr bersam tashlab ketmadim. Noto'g'ri eringizga munosabatda bo'ldingiz. Erkak uni erkakligi qabul qilingan ayol yonida qoladi. Erkakni sindirib, uni o'g'il ko'rib, uni ayollar kabi zaif ko'radigan ayol yonida emas. O'sha uchun ham siz dod deysiz, men uni noldan turishda yonida bo'ldim, lekin pullar ko'payib ketgandan keyin meni keragim bo'lmadi. To'g'ri. Chunki siz ona bo'ldingiz, mehribon ona. Unga ayol kerak. Ayoli qidirib ko'chaga chiqib ketdi. Qanaqa ayol kerak?
o'ziga loyiq ko'radigan. Uning yonida men boqiluvchiman, erim boquvchi degan ilmi bor, samarqandkasi joyida, haqiqatda o'ziga ehtiyojlariga pulni mazza qilib sarflash bu xarajat deb qaramaydigan, isrof deb qaramaydigan ayollarni albatta erkaklar yonida qoladi. O'sha uchun ham siz aytgandek, o'sha ko'chadagi ayol egoist ko'rinadi sizni ko'zingizga, lekin u eringizga yoqib tushadi. Bitta oladigan atri hattoki $500 turadi. Lekin siz shu umringiz davomida hatto 500 ming so'mga ko'ynay olmagansiz. Lekin unga $500 ga atri bor. To'g'ri qiladi. Chunki o'zini $500 atriga loyiq ko'radi, eringizni erkak ko'radi. Siz esa bechora deb qaraysiz. Xatolaringizni ko'ryapsizmi? Ko'rib borayotgan bo'lsangiz yozib boring. Lekin men yana bir bor aytaman, men sizga topgan eringizni topgan pulini yeb tashlang demayapman. Pul boshqarish ilmini o'rganing. Ayol kishiga ilm nima kerak, uyda o'tirgan bo'lsam, menga nima kerak deb o'ylasangiz, eng katta xato fikr o'ylayotgan bo'lasiz. Erkakni topgandagi barakani saqlash ilmli ayol ishi, ilmsiz ayol ishi emas. Pulni boshqarishni bilmaydigan, moliyaviy savodxonligi yo'q, men uy bekasiman, menga nimaga kerak, men psixolog darslari deydigan ayollar eringiz bilan muammolar qalashib, pul bilan muammolar hayotingizni bardak qilishga tayyor turaverasiz. Chunki siz ilmli bo'lmasangiz, sizga savol, siz bolangizga pul ilmini qanaqa qilib o'rgatmoqchisiz? Ilmsizlik insonni, bolasini kambag'allik ongida o'stirishga, travmalarni hosil qilishga sabab bo'ladi. Travmalarimiz shunday, biz davrimizda kaltak yeganmiz, o'lmaganmiz, tavba qildim deydiganlarga. To'g'ri kaltak yeb o'lmagansiz, zato nervinlisiz. Zato bir paytlar sizga bitta marojni berib, keyingi marojni berilmagani uchun siz ham hozir o'zingizga hech qachon ravo ko'ra olmaysiz. Travmalar o'lmaydi. Toki ular ishlanmaguncha turib sizni hayotingizdagi buzilishlarni sodir qilaveradi. Hayotingizda nimadirlar sizga yoqmayapti, toping o'shalarni ildizini. Uni nomi travmalar deyiladi. Keyingisi eri pul bermaydigan ayollar. Sizlar eringlarni joni jahdinglar bilan bir payt yoki hozir ham qarg'aysiz, eringizni birtinga olmaysiz. Iltimos, meni aldamang. Men 10 yildan buyon ayollar psixologiyasi bo'yicha ishlarib, sizdagilarni ancha ko'rib ketganman. Men hali hayotimda bu qoidaga noto'g'ri bir jarayonni ko'rganim yo'q. Erini haqiqatda qalban tan oladigan ayolga erkak pul beradi. Siz qalban tupurib qo'ygansiz unga. Qo'ysingchi, o'lib ketsa, qattan ham shunga tegdim, jonimga tegdi degan gap kamida bir kunda bir marotaba chizdan o'tadi. Eringiz uni eshitmaydi, lekin his qiladi. Chunki xotin nikohlangandan keyin bitta energetik matrisada, bitta umumiy maydonda bo'ladi. Siz ichingizdagi har qanday eringiz haqidagi fikrlaringiz, hatto dugonangiz bilan g'iybatlaringiz ham eringizga energetik his qiladi, intuitsiyasi bilan his qiladi. Yolg'ondan irjayib, ha desi degan bilan men bitta achib ketgan negativlaringizni eringiz bitta qaraganda his qiladi. Erkaklarni aldab bo'lmaydi, xuddi ayollarni aldab bo'lmagan kabi. Siz ham eringizni xiyonat qilayotgan qatdandir xitlab qolasiz, his qilasiz. Voy, mana shu telefonda nimadir bor deb ko'rishsiz-ku. Erkak ham bittada xitlaydi. Uni aldab bo'lmaydi. O'sha uchun yolg'ondagi deb gapirasiz, to'g'ri tur deydi. Men yolg'onda harakat qilyapsan deydi. Erkakni aldab bo'lmaydi. Va eng zo'ri erkak uchun men doim aytaman, o'zini qadrlagan ayoliga pul berish mazza bo'ladi. Biz bolalarni tug'ib, maza qilib, emizib, kiyimchalar olib, ovqat qilib maza qilganimiz kabi, ular ham uni qadrli ayol ehtiyojlarini qondirar ekan, samarqandkasi ko'tarilib maza qiladi. Faqat muammo shundaki, yana o'sha gap, siz eringizni o'zgartirmoqchisiz, o'zingiz emas. Erini o'zgartirmoqchi bo'lgan ayol bir nevroz bo'lib o'lib ketish ehtimoli juda ham katta. Chunki erimiz bizni eng katta ich-ichimizdan aks ettiradigan odam. Eringizdagi har qanday kamchilik bu sizda birinchi shakllangan. O'sha uchun eringizni o'zingizga tortib olgansiz. To'g'rilash istaysizmi? O'zingiz o'zgartirishdan boshlang. O'shanda eringiz oldingizda umuman boshqa odamga aylanganini ko'rasiz. Qanday qilib yordam bering, praktikalar bering, yechimlar bering deyotgan bo'lsangiz, hozir obuna bo'ling YouTube'ga va izohlarda qoldirilgan Telegram kanalimizga ham o'ting, obunani bosing. Chunki ko'pincha Telegram kanalimda juda ham ko'p jonli savol-javoblar qilaman, efirlar qilib boraman. Albatta, like bosishni, o'zidan pul qozonadigan yoki pul bermaydigan dugonangizga bu videoni yuborishni unutmang. Hozircha xayrlashamiz, salomat bo'ling.